zo'r hosil bo'lsa, mavsum yaxshi kelsa, 10 milliardgacha foyda qilsa bo'ladi. Bir o'rtog'im sabab bo'lib kelib qolganmiz. Bu sohaga kirganmiz to'g'rirog'i. Tarozbon bo'lib boshlaganman birinchi ishimni. Birinchi qadam tarozbon bo'lganman. Nachalnik qorovul bo'lganman, bosh ahram bo'lib. Keyin ovul xo'jaligi bo'yicha rahbar bo'lib, mana hozir Kegli oq oltin klastrini rahbar bo'lib kelib ishlayaptik. Lekin ekishda xatolik qilmaslik uchun yer bilan ko'proq shug'ullanish kerak, yer bilan gaplashish kerak. Misol uchun mana shu yerimiz bugun topga keldi deylik. Bir kun o'tib ketib, ikkinchi kuni eksak, yo'mashni surdirsak, haydattirsak, uje chiqib ketdi. Bir kunimiz yo'qotdik degan. U hosilda siz boyagi 100% oladigan hosilingiz 80% ga tushadi, 70% ga tushadi. Shuning uchun har qanaqa agrotexnikalarini o'z vaqtida qilish kerak. Mehnatimiz kuygan vaziyat bo'lgan. O'sha anaqadan ekskavatordan iskira chiqib ketib, bitta buntimiz paxtamiz yonib ketgan. 250 tonna paxta yonib ketgan. O'sha xatoni qaytib qilmaganmiz, o'sha bizga dars bo'lgan. Qiyin shu 1 yil kutgan paxtangizni prosta tak yoqib yuborish, yonib ketishi, havoga uchib ketgani qiyin bo'lgan. O'sha dars bo'lgan, bizga qimmatga tushgan shu dars.